Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi mavzumiz tuta absoluta haqida bo'ladi. Undan mana bunaqa moslamalar yordamida himoyalanishni qanchalik samaradorligi haqida gaplashib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Bu elektroshok lavushka hisoblanadi. Kechasi o'zidan nur taratadi. O'sha taratgan nuriga tuta qurtlari kelib tegadi va mana bu elektrodlarda tok urish orqali o'lib qoladi. Bu juda samarali yechimlardan bittasi hisoblanadi. Mnogorazniy, ko'p martalab ishlatsa bo'ladi. Tagida qarang, qancha tutalar o'lib qolgan, setkasida ham anchasi o'lib qolgan. Buni tozalab turiladi shutkacha bilan. Shu tariqa ancha tuta kapalaklarini ushlab qoladi. Mana barglarni ham ustida jasadlarni ko'rishimiz mumkin. Keganini urgan. Tutalarni ayovsiz qirib tashlagan. Xo'sh, bu qanchalar samarali degan savolga hozir sizlar bilan bafurcha gaplashib o'tamiz. Elektroshok, lavushkalar, feromon tutqichlar, bular hammasi populyatsiyani sekinlashtirish, ko'payish sekinlashtirish uchun qilinadigan ishlar. Baribir kimyoviy himoyaga ehtiyoj tug'iladi. Kimyoviy himoya har doim ustun bo'lib kelgan, faqat bu narsalar tufayli biz populyatsiyani sekinlashtirganimiz hisobiga kimyoviy preparatlarni kamroq ishlatamiz, hurmatli obunachilar. Shu sababdan doimo uyg'unlashgan himoya. Xoh lavushka bo'lsin, xoh biologik preparatlar, kimyoviy preparatlar, barcha fokus, e'tibor mana shu pomidor mevalarini qurt urmasligini oldini olish, palakni sog'lom va zararsiz saqlash. Iloji boricha kimyoviy preparatlarni kamroq ishlatishga harakat qilganimiz uchun mana shunaqa yechimlarni axtarib topamiz. Feromon tutqichlar ham bor. Ular tez to'lib qoladi, tez ishdan chiqadi. Shu uchun elektroshok yaxshiroq yechim. Faqat sonini ko'proq qo'yishimiz kerak. Shunda yuqori samara beradi, hurmatli obunachilar. Hozirgi kunda issiq ob-havo sharoitida tuta absoluta juda ham tez ko'payadi, tez populyatsiya bo'ladi. Birdaniga nazoratdan chiqib ketadi. Shu uchun mana bunaqa narsalar populyatsiyani biroz sekinlashtirib, tormozlantirib tursa, sizga kimyoviy preparatlar bilan ishlov berishga imkoniyat tug'iladi. Populyatsiya agar juda tezlashib ketsa, 3 kunning ichida parningni yeb bitirib qo'yadi tuta. Shunaqa yomon narsa. Shu uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Doimiy nazoratda bo'lish kerak. Qancha harakat qilsak ham bizda ham bitta ikkita tushib qolgan. Lekin bu narsa bundan ham yomonroq bo'lishi mumkin edi. Palak qarigandan keyin nima uchun tuta tez talab qo'yadi? Chunki palak dorini поддержка qilmay qo'yadi-da. Palak qarigandan keyin o'zi qabul qilmaydi dorini, inseksidlarni, qurtga qarshi dorilarni. Shu uchun birdaniga qurt talab qoladi. Qanaqa dori sepsa ham ta'sir qilmay qoladi, yo sekin ta'sir qiladi. Shu uchun ham issiq ob-havolar kelganda, palak qariganda, masalan, sezon oxirida turamiz. Shu paytlarga qarab iloji boricha mana shunaqa feromonlarni, lavushkalarni tashkil qilib, yana plus sistemli dorilardan ko'ra kontashni dorilarga e'tibor berish kerak. Sababi sistemli dorilar barqqa kirib, hazm bo'lib, ta'sir qilaman degancha qurt yeb qo'yadi-da, vaqt muddat kamligi uchun. Shu uchun sistemli bilan kontaktli dorilarni qo'shib ishlatamiz. Shtobi kontaktli dori bir martaga tekkanda o'ldiradi, sistemli ungacha o'simlik tanasiga kirib olib, mexanizm tarzida ishlab borishga yordam beradi. Bugungi ma'lumotlarimiz shundan iborat. Hasharotlarga bir xil turdagi dorilarni qayta va qayta sepmaslik tavsiya qilamiz. Har safar almashtirib sepish shart va lozim. Chunki hasharotlar immun tizimi moslashadi. Bitta dorini ketma-ket 2-3 marta ishlatilganda. Shu uchun hammalaringizga dorilarni almashtirib sepishni, lavushkalar qo'yishni va muntazam interval bilan har 10 kun, 15 kunda misol uchun qat'iy rejimda ishlab borishni tavsiya qilib qolamiz.
Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Ma'lumotlarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like, kommentariya kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.